Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Alloh taolo qilayotgan barcha amallarimiz, ibodatlarimiz, istig'for, zikrlarimizni, tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul aylasin. Parvardigor olam qilayotgan bu amallarimiz oxiratda boshlarimizga soyabon, jannatga ketishimiz sababchi amallardan bo'lishligini Alloh taolo nasib aylasin. Qur'onlarni tasbihlarni o'qib bergan Muhammad Tolib qorini ko'rdinglar. Bu bolani men kecha ko'rib, ichidagi g'ayratini, shijoatini adalariga aytdim, olib boring ertaga masjidga. Bir tasbih o'qib bersinlar. Muhammad loylik kichkinasi ekan. Eshitdinglar qiroatini. Muhammad loylik qoriga o'xshab ketar ekan. Hammani bolasi o'ziga shirin. Hammani bolasi shirin. Shu yerda o'tirgan hammamiz kim uchun yashaydi? Aytinglar. Hech kim xotin uchun yashamayapti. Hech kim xotin uchun, hamma bola uchun yashaydi. Bolam yaxshi bo'lsin, bolam yaxshi yashasin, yaxshi kiyinsin. Endi bolangiz oddiy bir bola bo'lsa shunchalik mehringizni berib yorasiz, lekin bolangiz qori bo'lsa-chi? Ham dunyoda xursand bo'lasiz, ham bolangiz qori bo'lsa, ham oxiratda xursand bo'lasiz. Ilohim hammamiz bolamiz qori bo'lsin. Bir ota bilan farzand jinoyat qilib qo'ygan ekan. Qozini oldiga olib kelishgan ekan. Otani ham jazolash kerak, bolani ham jazolash kerak. Ikkalasiga darrov uringlar debdi. Otani rasa darrov urishibdi. Miq etmabdi. Ovoz chiqmabdi. Lekin darrov urish navbati bolasiga kelganda, bolasiga bitta darrov urganda ota dod degan ekan. Shuncha darrov urdik, ovozing chiqmadi, ovozing chiqmadi. Bolangga bitta urganimizda dod deyapsan deganda, shuncha urgan darrangni menga urganingda jasadimga urganiding. Lekin bolamga urganingda jigarimga urding degan ekan. Bola shunaqa shirin. Bolani shirinligi to'g'risida bitta rivoyat esimga kelib qoldi. Yusuf alayhissalom haqlarida. Yusuf alayhissalom payg'ambarlar ichida, insoniyat ichida, faqat payg'ambarlar, butun insoniyat ichida eng go'zali Yusuf alayhissalom bo'lganlar. Rivoyatlarda keladiki, agar deydi, go'zallikni 100 qismga taqsim qilinsa deydi. Shundan 99 qismini Alloh taolo Yusuf alayhissalomga bergan deydi. Bir qismini yer yuziga bergan. Shuncha go'zal, shuncha chiroyli chehralar shu bir qismda yer yuzida bor. Endi Yusuf alayhissalomni go'zalliklarini bir tasavvur qilib ko'z oldingizga keltirib ko'ring, qanaqa go'zal bo'lganlar. Yusuf alayhissalom shu fitna qilib xotinlar o'sha Misrning podshosi Azizning xotini Yusuf alayhissalomga bir moyilligi paydo bo'lib qolganda, yonidagi dugonalari ayollar kulgan. Siz shunday podshoning xotini bo'lsang, qanday bir qulvatchaga shunaqa mehring oshib qoldimi desa, shunda Misr podshosining ayollari aytar ekanki, yo'q. Uni senlar ko'rsang, sizlar ham uni ko'rsanglar yuzini. O'zinglarni esinglardan chiqarib qo'ysa kim ekanliklarini. Qayerda turgan u Alloh taolo shunaqa bir yaratib qo'ygan desa, shuni ham bizga ham bir ko'rsat degan ekan. Ayollarni har birida qo'liga to'rg'ash uchun sabzi berib qo'yilgan ekan, sabzi. Yusuf alayhissalom eshikdan shunday kirib kelganda, Yusuf alayhissalomni go'zalliklariga mahliyo bo'lib, chiroylilarini ko'rib, sabzi to'rg'ayotganlar hattoki qo'lini to'rg'ab yuborgan ekan. Qo'lini to'rg'ab yuborib, qo'lini kesilganini azobini sezilmagan ekan. Shunda ular aytgan ekan, bu inson emas, bu farishta degan ekan. Endi shu yerda ulug'larimiz aytadilarki, insonlar oddiygina Yusuf alayhissalomning go'zalligini ko'rib deyapti. Yusuf alayhissalomning chiroyligini ko'rib, qo'llarini, barmoqlarini kesib yuborganini hech qaysinisi bilmay qoldi deydi. Kim dunyoda taqvo bilan o'tsa, kim dunyoda ibodat bilan o'tsa, Alloh taolo uni gunohlarini kechirsa, uni oldiga jonini olayotgan paytda Azroil alayhissalom shunaqangi chiroyli suratda keladi deydi. Shu mana shu dalil deydi. Azroil farishta jon olishi shunaqangi chiroyli, go'zal holatda keladiki, Azroil alayhissalomning go'zalligiga mahliyo bo'lib turganda jonini olganini bilmay qoladi deydi. Alloh hammamizga mashnaqa maqomdan nasib qilsin. Yoqub alayhissalom, Yusuf alayhissalomning otalari. Bola hammaga shirin. Yusuf alayhissalom eng go'zal Alloh taolaning mo'jizasi. Yoqub alayhissalom bir kuni ko'ngillari ketib qoldi-da, dunyoda eng go'zal, chiroyli bu meni bolam bo'lsa kerak dedi-da, qo'llariga bitta qizil olmani olib, Yusuf alayhissalom ko'chada bolalar bilan o'ynab o'tirgan ekan.
haligi qo'llardagi olmani yo'ldan o'tib ketgan bir habash qop-qora odamni ko'ribdi-da. Ichlarida o'ylabdi endi. Haligi olmani berayotib, mana shu olmani shu o'ynab turayotgan bolalar ichidan eng chiroylisiga olib borib berginchi debdilar-da. Ko'ngillarida o'sdiki, ha, bu olmani olib borib to'g'ri borib meni o'g'limga beradi. Bu yerda bundan chiroylisi yo'q deganda olmani haligi habash qo'llarga berdi. Haligi odam ham olmani tezroq beravermasdan o'ynab turgan bolaga rasa qarab termilib turib bir pasdan keyin qop-qoragina bir xunukgina bolaga borib olmani bergan ekan. Shunda Yaqub alayhisalom so'ragan ekan: "Ey birodar, shuncha o'ynayotgan bolalar bundan chiroyli ko'zingga ko'rinmadimi?" desa, taqsir. Bu o'ynayotgan bolalar bundan chiroyli, bundan go'zal bo'lishi mumkin. Lekin shu o'ynayotgan bolalar shu bola meni ko'zimga chiroyli ko'rinib ketdi. Chunki men o'zimni bolamda bu degan ekan. Shuning uchun hammani bolasi o'zi shunchalar. Lekin bitta narsa borki, bola bo'ldi degani bu hammaga shirin bo'ldi degani emas. Bola nimasi bilan shirin? Nimasi bilan go'zal? Bola odobi bilan go'zal. Hali men bir kun qiyomatdan oldin alomatni aytib beraman. Qiyomat kuni yaqin qolganda deganlar. Payg'ambar alayhisalom qiyomatda alomatlardan bizga aytib bering deganda, qiyomatda eng yaqin alomatlardan bittasi degan. Qiyomat yaqin qolganda ota-ona o'ziga xo'jayin tug'ib oladi degan. Og'ir gap bu. Qiyomatda bitta ko'rinadigan alomati ota-ona hammasi o'ziga xo'jayin tug'ib oladi. Bu degani bola aqlli bo'lib ketadi. Otaga aql o'rgatadigan, onaga aql o'rgatadigan, sizni davringiz o'tdi, siz zamoningiz o'tdi, hozir zamon o'zgarib ketdi hozir. Bu eski zamonda qolib ketdi deydigan darajada aql o'rgatadigan bo'lib ketadi. Shunaqa holatga kelsa, qiyomatni kutaver deganlar. Alloh shunaqangi farzandlardan o'zi asrasin. Azizlar, kechagi suhbatimizni, ya'ni Laylatul Qadrga tayyorgarlik to'g'risidagi ba'zi bir tavsiyalarga kelgandik. Duoda bor vujudingiz bilan yolvorib so'rang. Chunki Alloh azza va jalla yolvorib duo qilgan bandasini yaxshi ko'radi. Duoyim qabul bo'larmikin? Alloh beramikin? Nima bo'larkin deb qilingan duo qabul bo'lmaydi. Bizda shunaqa bo'lib ketganmiz, shoshqaloqmizda. Bitta narsaga duo qilishimiz kerak bo'lsa, bitta narsa bizga zarur bo'lib qolsa, duoni bugun qilishimiz kerak. Mana hozir duo qilsak, abitdangi qabul bo'lishi kerak. Ertalab duo qilamiz bomdodda, Parvardigor menga uni ber, buni ber, abitdangi natija bo'lmasa, duoing qabul bo'lmadi. Bo'ldi, qayta duo qilinmaydi. Duo qilish qoidasi deydi. Duo qilishning qoidasi Allohdan so'rayotgan paytda banda deydi, yosh bolangiz yig'laydi, menga falon narsani olib bering deb oyog'iga yopishib turib oladi. Bolangiz shuni olib bermasang bo'lmaydi, yerga yotib ham oladi. Nimaga qilsa qiladi, yig'lab turib oladi, aytgan narsasini oldiradi. Allohga duo qilayotgan banda deydi, xuddi yosh bola otasiga falon narsani olib bergin deb yig'layotgani kabi Allohga duo qilsin deydi. Parvardigor ber menga shuni, Parvardigor shuni bermasang bo'lmaydi deb Allohga astoydil duo qiling. Astoydil qilingan duoni Alloh qabul qiladi. Xudo bermay qo'ymaydi. Xudo taborak va taolo bandasini duo qilishini yaxshi ko'radi. Endi ko'p savollar bo'ladi. Domla, biz namoz o'qiyveramiz, iltijo qilaveramiz, duo qilaveramiz, duolarimiz qabul bo'lmaydi. Lekin benamoz odam bor, alkash bor, ichadigan odam bor, uni oshig'i olchi, ishlasa ishi yurishaveradi. Nimaga shunaqa? Agar sizga yoqmayotgan odam kelib qolsa, mana o'tirgan bo'lsa, yoqmayotgan odam kelib qolsa sizga, u siz odam sizga yoqmaydi. Tez-tez gapini eshitasizda, gapni qisqa qilasizda, bo'ldi birodar, eshikdan chiqarib yuborasiz. Lekin sizga bitta odam yoqadi. Gaplashib o'tirib maza qilasiz. Shunaqa odam kirib qolsa oldingizga, gapni u yoqqa chalg'itasiz, bu yoqqa chalg'itasiz, oldingizda ko'proq o'tirishini xohlaysiz. Mo'min banda ham, musulmon ham xuddi shu. Alloh taolo sizni ovozingizni qiladigan duoingizni qayta-qayta eshitishni xohlaydi. Duoni qilavering, so'ravering, faqat qaysi duo qabul bo'lmaydi? Min qalbin g'afilin lahu. Alloh taologa duo qilayotganda g'aflat bilan qilingan duo bo'larmikin, bo'lmasmikin desa, keyin shu duo qabul bo'lmaydi. Yo'q. Alloh ud'uni astajib lakum, duo qilinglar, men duolarni ijobat qilaman deb Alloh taolo oyati bor. Shunga muvofiq men duo qilaveraman. Alloh taolo menga albatta beradi. Xo'p, duo qildik. Duo qildik-ku, duoyimiz qabul bo'lmadi. Endi nima bo'ladi desa, mana shu duolarimiz dunyoda qabul bo'lmay qolganligi uchun
qiyomatda Allohga hamd va sano aytamiz. Qarang, mo'min odam, musulmon odam ikkalasi ham yutuqda-da. Duo qilsangiz, duoyingiz qabul bo'lsa, Allohning marhamati. Duo qildingiz, duoyingiz qabul bo'lsa, oxiratda Allohning rahmati. Ertaga qiyomat kuni bo'lganda sizdan Alloh taolo so'raydi. Menga nima darding, nima muddaoing, nima shikoyating bor bandam? Parvardigor menga u kerak edi, bu kerak edi, rasm so'raganman senga dunyoda, shu duolarim qabul bo'lmagan edi. Bor endi jannatga kiraver deydi. Ikkalasi ham yutuqdami? Banda nima qilish kerak? Bandalik vazifasini qilish kerak. Bandaning vazifasi duo qilishni, so'rashni so'raydi. Eshigi tagida gadoylar o'tiribdi. Svetoforga borib to'xtangda. Aynagingizni taqillataverib bermaguncha qo'ymaydi. Mana deb beraverasiz oxiri. Nahotki shunaqa duo qilamiz? Biz Alloh subhanahu va taoloning gadoy bandalarimiz. Allohning gadoylarimiz, Allohning qullarimiz. Qul xo'jayindan nimani so'rasa, albatta Alloh uni qabul qiladi. Har bir qilgan gunohingiz uchun Alloh taolaga astoydil istig'for ayting, u zot sizni afv qilishini so'rang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, u zotning oilalariga ko'p salovat va salomlar ayting, sahobalarga Allohdan rozilik so'rang. Duoning bitta ijobat bo'lishi qoidasi ham shu. Duoyim qabul bo'lsin degan odam duo qilishdan oldin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovat aytsin. Duoni oxirida ham payg'ambarimizga salovat aytsin. Mana shu duo tez qabul bo'ladi inshaalloh. Kechaga aytganimizdek, Allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mana shu duoni juda ham ko'p ayting. U duoni faqat kechqurun qilish shart emas, azizlar. Qo'limizga tasbehni olib, mana bundan buyog'i bugun 24da 25ga o'tirib kechasiz. Hayit kunigacha qo'limizga tasbeh olib yurgan yo'limizda tahoratimiz bo'lsa yaxshi, tahoratimiz imkon bo'lmasa betahorat bo'lsangiz ham mayli, sharoit bo'layotgan bo'lsa. Qo'lingizda tasbeh olib Allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul afwa shuni aytib yuravering. Shu yerda afv to'g'risida kecha men aytadigan gapim ozgina yodimdan ko'tarilib qoldi. Ibn Qayyim rahmatulloh aytadilar, aynan shu duo to'g'risida. Agar duo qilayotgan bo'lsangiz, u vaqtingiz ziqroq, qalbingizda esa so'raydigan hojatlaringiz juda ham ko'p bo'lsa, duoyingizni Allohdan afv gunohlaringizni kechirsa, so'ramasangiz ham barcha hojatlaringizni yuzaga chiqarib qo'yadi. Allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bu duoning ma'nosini his qiling. Allohni afv qilishi, agar Alloh tanangizni afv qilsa, barcha kasalliklardan tuzalasiz. Diningizni afvi, yaxshi amallarga, toat ibodatga, oxiratda foyda keltiruvchi ishlarga Alloh taolo yo'llab qo'yadi. Oxiratning afvi, Alloh taolo agar afv qilsa, qilgan gunoh va ma'siyatlaringizni kechirib o'tib yuboradi, ular uchun sizni azoblamaydi. Arab tilidagi ma'nolardan biri afv degan so'zni ko'payish, ortish degan ma'noni bildiradi. Masalan, mol dunyoning afvi uning ko'payishidir. Mana shu duoni o'qisa, hamma narsaga bo'ladi. Kasallik bo'lsa shifo, musibat bo'lsa Alloh alatadi, qarz bo'lsa Alloh najot beradi. Shuning uchun ham payg'ambar alayhisolatu vasallam ataylab Oysha radhiyallohu anha onamizga qaysi duoni ko'proq o'qing deganlarda, aynan mana shu duoni ta'kidlaganlar. Alloh subhanahu va taolo barchalarga aytgan masala-masoillarimizni dargohida husnul maqbul aylasin.